Demak qaranglar. Hozir nima ish qilamiz? Hozir keling. Keling qarang. Keling. Tanga ko'rasizmi? Ko'rasizmi tangani? Mana shuni chep tushirib beramasizmi? Yo ustidasida, tayyorlab yopishgan-ku. Buni aytibman. Ha? Mana buni. Tayyor. Bo'lisda qo'yib beryapman buni. Bunday qo'yib beray. Ha, o'rlasizmi? Bo'ldi. Ko'z yo'q. Demak, mana ko'rdingmi? Bor. Hozir bitta. Demak, qarang. Hozir aylantirib. Bo'ldimi? Sayapsiz? Hozir aylanib. 3 marta aylanib. Tez. 1, 2, 3 ko'zingizni yuming. Yuming ko'zingizni. Bo'ldi. Bir marta sepamiz. Qaranglar, faqat bir martagina. Tushunarli? Hozir birinchi o'yin ko'rsatasiz. Birinchi o'yin ko'zingizni farqini olishimiz kerak. Qaysi biri beto'g'ri bo'ldi? Hop, barakalla. Qara. Tekrar. Ha, birinchi o'yin ko'zingizni olishimiz kerak. Tushunarli? O'tay. Mana ustida menda qanaqa bosh chetar yo'q. Mana bu tomonda chetamiz. Tushunarlimi? Bu tomonda. 15 marta chetmayapti. Ha, chap qo'lni chetamiz. Ha. 1, 2, 3 o'qizga qo'ying. Hop. Shunday yo'q. Tushunarlimi? Yo'q, boshlaymiz. 1, 2, 3 Oldu, bakayım. Ya, bilmem. Hemen güzel yaptın. Sen to'rt marta aynalib yording-da? To'rt marta aynalsin, ma'lum. To'rt marta aynalsin. Burası ne çıktı? Ne kadar? Ha, şuna çıktı. Ha, başla. To'rt marta aynal, to'rt marta. Ha, ne? O bayda. Fakat yine aylanmayın. Ha? 15 marta aylan. Ha? Nechta oldu? 4ta oldu. Diğer olmasın da. Hoppa. Kimse aylantıran iç olmadı. 1, 2, 3 Bunlar. Koy bakın. Yok kim ya ben bitta zikirlisi tas. Beri batta bakın. Beri batta ver. Ha. Ver. 2 3 Göz yemek. Qobil ke, qobil. Ha? Faqat bir marta. Ustida naqad chetani yo'q. Yonboshda tushunarlimi? Yonboshda faqat o'ziga tegsa, bagajga tegsa, ilov qilmaydi. Hop. 1 Aylanib o'tir. 2 3 Aylanmay shirtam baki bari. Aylanganda bir bor qayt kelsak bo'ladi. 1 2 3 bo'lmaydi. Hozir. Yana 1 2 3 bo'ldi. Ko'z yumang. Hop. Video likillab ketyapti. Siz shundaysizlar. O'sha shundas. Kuldirmanglar, video likillab ketyapti. Afkimni oldim. Ha, chetlar. Ya mana qanday chetda mana. Qal.
Yok, aytdim ko'zni farqi bor, chapqilib. Chapqilan. Bunday qilib turib. Menmi? Bitta ustoz. Chiqarib. Qani qo'lga Bak. Mana chapaqaysana? Ha, bu chapaqay. Demak, tosh ichida azini. Ya'ni davatchi chapaqay bo'ldi. Qani? 1 2 3 bo'ldi. Bo'ldi. Ya mana qaranglar mana. Birsalaring insonda ikki bo'lingan miyam, to'g'rimi? Agar o'ng qo'limiz zo'r ishlasa, qaysi tomon ishlaydi? Demak, chap miya ishlaydi, to'g'rimi? Agar chap qo'limiz zo'r ishlasa-chi? Bilasizlar? İnsan yetishi bu ko'rish bu ajoyib ne'matda, to'g'rimi? Agar inson ko'rmay qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Ha? Ko'rib yurgan odam uchun bu fojiali gap. To'g'rimi? Agar ko'rib turgan odam ko'rmay qolsa, fojiali gap. To'g'rimi? Qo'ygan narsani ola olmaymiz, biror joyga bora olmaymiz. To'g'rimi? Bu shuning uchun ham ko'rish qadriga yetishimiz kerak-da. Yotib olib faqatgina mana o'yinlarni o'ynab, Instagram, Telegram va hokazolarda faqatgina o'tirib ko'zimizga nurini nima qilmasligimiz kerak? Ketkazmasligimiz kerak bo'ladi. Demak, qaranglar. O'zi inson qancha masofadan yaxshi ko'rardi? Qancha masofada? Yo'q, olam yaxshi ko'rish uchun. Hammani har xil. Lekin mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, eng yaxshi ko'rish masofasi o'sha ekan. Jaril ekan. Ha? 25 santimetr ekan. Eng yaxshi ko'rish masofasi qancha ekan? 25 santimetr ekan. Tushunarlar? Demak, insonlarda eng yaxshi ko'rish masofasi qancha ekan? 25 santimetr ekan. Bu 5 metr, 10 metr emas. Tushunarlimi? Esingizdan chiqmaydi. Esingizdan chiqmasin. Endi qaranglar. Odam demak normal holatda 20 santimetrdan chiqib ko'rar ekan. Shundaymi? Yaxshi ko'rar ekan. Endi qaranglar. Shunaqangi insonlar borki, uzoqdan yoki yaqindan ko'rarga duchor bo'lib qoladi. To'g'rimi? Bu odamlar nima qiladi? Barakallah. Demak, ashtaqa. To'g'rimi? Ashtaqa. Endi qaranglar. O'sha achkilarimizdan ko'rgan bo'lsalaring, hammasi bir xilmi? Yo'q. Barakallah. Minus plus deydi. Bu nima degani? Minus plus degani. Men plus ashtaqaman deydi. Men minus ashtaqaman deydi. Minus degani uzoq xo'sh. Shunaqa, to'g'rimi? Menimcha. Qaranglar. Hamma ko'ryaptimi? Mana shag'al ko'z qaranglar mana. Ko'rasizlarmi ko'zni? Bolalarga. Shunaqa bakın. Demak, qaranglar. Demak, insonlarda biz aytdik. Mana bu ko'zimiz. Mana. Shundaymi? Ko'zimizga tushgan yorug'ligimiz qayerdan paydo bo'ladi? Mana shoh pardada kelib qolish kerak. To'planib tushish kerak. Agar o'sha shoh pardamizga tushmasa, bizlar aniq ko'ralamizmi? Yo'q. To'g'rimi? Demak, nima bo'lish kerak? Aynan o'sha nuqtaga tushish kerak. Faraz qilaylik, mana bu normal ko'rish deydi. Shunday-a, normal ko'rish. Demak, mana buchi. Shoh parda oldinroqqa yig'ib qo'ysa-chi. Xo'sh.
Nima bo'ladi? Ha, demak nima bo'ladi? Uzoqni yaxshi ko'rolmay qoladi. Ya'ni yaqindan ko'rarlikka duchor bo'lib qoladi. Ya'ni telefonni oladi. Olatdan mana qilib ko'radi, to'g'rimi? Ayni qilib nima qiladi? Ko'radi. Agar undaylar qiladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Ko'zlari nima qilib qoladi? Bujurlab qoladi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Demak, agar shahpardadan oldi tomonga yorib bo'limiz deyilib qolsa, nima bo'lar ekan bu? Uzoqni yomon ko'rar ekan, yaqinni yaxshi ko'rar ekan. Demak, bu yaqindan ko'rarlik kasalligiga duchor bo'ladi. Tushunarli? Demak, endi nima qilamiz? Buni yo'qotishimiz kerak. Har doim buni qanday bilmasligimiz kerak. Buni nima qilishimiz kerak? Imkonni topishimiz kerak. Bizda bu uchun nima yordam beradi? Ko'zoynaklar. Ko'zoynaklarimiz nimadan yasaladi? O, barakalloh. Demak, bizlarga yordam beradigan asos fizika. Fizikadan xabarimiz bo'lsa, nima qilamiz? Linzalardan foydalanamiz. Demak, mana bunaqangi yaqindan ko'rarlikka duchor bo'lgan odamlar uchun bizlar qanaqadan foydalanamiz? Qanaqa linzadan? Mana botiqmi qanaqmi? Demak, botiq linzadan nima qilamiz? Foydalanamiz. Tushunarli? Botiq linzadan nima qilar ekanmiz? Foydalanamiz. Ya'ni nurni nima qilib yorish kerak? Sochib yuborish kerak. Tushunarli? Agar normal ko'rayotgan odam, o'sha zilinachilar borku, ko'zoynaklar emasdan taqadigan bo'lsak, nima qilib qoladi? Ko'zlari bijirlab ketadi, bilasizlarmi? Boshlar qiynalib ketadimi? Tushunarli? Odam boshqacha o'qiladi. Chunki o'sha ko'zlarga o'sha tushayotgan ta'sir nima qilib beradi? O'zgartirib yuboradi. Tushunarli? Endi nima qilamiz? Qayda? Agar bobojon o'sha to'rpardadan, shahpardan orqa tomonga tushib qolsa-chi? Yaqinni ko'rolmaydan uzoqni zo'r ko'radi. Uzoqda turib, mana shu yerda turib, armiyaga borayotganda, bunday bankomatga borgan bo'lsalar, bankomatga bo'ladi. Borib keldim, Endi borasan. Borgan vaqtlar mana hafta qo'yib qo'yadi menga. Qaysi harf deydi? Son O harfi deydi. Bu turibdi-ku. Mana ko'radi. Uzoqlarni ko'rgan bo'lsa, birlar bunday telefonni ko'rsa, bular aynab ko'radi. To'g'rimi? Telefonni vazifasi nariroqda. Demak, u yaqinga olib kelsa, nima qilolmay qoladi? Ko'rolmay qoladi. Shuning uchun demak bu uzoqdan ko'rarlik kasalligiga uchragan bo'ladi. Endi nima qilamiz? Buni nima qilishimiz kerak? Shohpardaga yig'ib olib kirishimiz kerak. Tushunarli? Demak nima qilamiz? Buning uchun qanaqa linzadan foydalanamiz? Barakalloh. Qavari linzadan foydalanamiz. Tushunarli? Buni qara. Ikkala ko'zimizdan bir xil ko'radimi? Yo'q. 10 ko'z yaxshi. 10 ko'z yaxshi ko'ramiz. Chap turchi. Demak, to'g'rimi? Endi qaranglar. Yaqinda o'sha bitta ma'lumot o'qib qoldim internetda. Bu insonda ikkita ko'zimiz bor-ku, o'zi ikkita vazifani bajarar ekan-da. Biravi demak, mana bu gorizontal ko'rinishga javob bersa, ikkinchisi vertikal ko'rinishga javob berar ekan. Tushunarli? Agar o'ng ko'zimizni yumib yuradigan bo'lsak, aynan to'siqlarga nima qilar ekanmiz? Qotirib qolish ehtimolimiz ko'proq bo'lar ekan. Tushunarli?